Denov tumani markazidagi 16 ta mahallani ichimlik suvi bilan ta'minlovchi Bobur mahallasidagi suv ishlab chiqarish va tarqatish inshootini rekonstruksiya qilish loyihasining birinchi bosqichi yakunlangan. Xususan, Bobur suv ishlab chiqarish va tarqatish inshooti rekonstruksiya qilindi. Inshoot zamonaviy talablar asosida yangilanib, energiya tejamkor nasoslar o'rnatildi. Bu orqali elektr energiyasi tejamkorligiga erishildi va inshoot to'liq quvvatda ishlashi ta'minlandi. Shuningdek, tuman markazida joylashgan 10 ta mahallaga yangi suv tarmoqlari tortilib, aholi 24 soat davomida toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Xonadonlarga borib o'rganilganda fuqarolar bu o'zgarishlardan mamnun ekanini ta'kidlashdi. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich boshchiligidagi bo'lgan bu islohotlarda ayniqsa suv masalasida juda hozir o'z iziga tushgan. Oldinlari rejim asosida bo'lardi. 2 soat, 3 soat, 4 soatdan bo'lib 2 mahalla, 3 mahallaga hozir 24 soat davomida to'liq imkoniyat bor. Suv ichishimizga hech qanday noqulay holatlar yo'q. Bu islohotlar uchun biz minnatdormiz. Odamlarimiz suv ichishda qiynalgan bo'lsa, yo'qsa ichish masalasida suv kerak bo'lganda do'kon suvlarida ichgan bo'lmasa agar, hozirgi paytda hozir xohlagan xonadonda suv doim oqib turibdi. Shuning uchun xohlaganda ular zilol suv ichishlari imkoniyatiga ega. Bu masalada biz hech qanday e'tirozga o'rinimiz yo'q. Prezidentimizga katta rahmat. Suv masalasida, imkoniyat masalasida, sharoit masalasida har doim bizga o'sha g'amxo'rlik qilib kelganlari uchun biz katta rahmat deymiz. 2026-yilda loyihaning ikkinchi bosqichini amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, unda qolgan 6 ta mahallaga ham doimiy ichimlik suvi tarmog'i yetkazilishi ko'zda tutilgan.